Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 30 avgust sanasini o'tkazib yubormang. Gap cashback, pensiya va kommunal to'lovlar haqida ketadi. Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga tegishli. Kimdir do'kondan xarid qiladi va cashback oladi. Kimdir pensiya yoki nafaqa oladi. Kimdir esa elektr, gaz, suv, issiqlik yoki chiqindi uchun to'lov qiladi. Agar siz bu masalalarda beparvo bo'lsangiz, keyin nega pul tushmadi? Nega qarzdorlik chiqdi? Nega imtiyoz qo'llanmadi? Nega cashback yo'qoldi degan savollar bilan yugurib yurishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men ekspert sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim tinch bo'lsa bo'ladi? Qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunda eslatmalarni vaqtida ko'rish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejaydi. Eng katta muammo shundaki, odamlar odatda moliyaviy majburiyatlarni oy oxirigacha cho'zib yuradi. Hali vaqt bor, ertaga to'layman, oylik tushsin, pensiya kelsin. Cashback keyin ham turadi deb yuriladi. Lekin aynan oy oxirida tizimlarda navbat, bank ilovalarida yuklama, kommunal tashkilotlarda hisob-kitob, cashback bo'yicha muddatlar, pensiya va nafaqa bo'yicha tekshiruvlar ko'payadi. 30 avgust esa ko'pchilik uchun chegara sanaga o'xshab qoladi. Kimdir oy yakunidan oldin to'lov qilish kerak, kimdir hujjatini topshirish kerak, kimdir cashback bo'yicha cheklar yoki operatsiyalarni tekshirishi kerak. Avvallari ko'pchilik ishlarni qog'ozda kassaga borib, navbatda turib hal qilardi. Kommunal to'lov uchun mahalla yoki kassaga borlar, pensiya bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga qatnalar. Xarid cheki esa ko'p hollarda shunchaki tashlab yuborilar edi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Ko'p jarayonlar elektron tizimlarga o'tgan. To'lov bank ilovasi orqali qilinadi. Qarzdorlik shaxsiy kabinetda ko'rinadi. Cashback ayrim holatlarda elektron chek yoki maxsus ilova orqali hisoblanadi. Pensiya va nafaqalar bo'yicha ma'lumotlar bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni. Uydan chiqmasdan ko'p narsani bilish mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, kommunal hisob raqami noto'g'ri kiritilsa yoki chek ro'yxatdan o'tmasa, tizim sizni kechirmaydi. Odam men bilmagan edim desa ham qarzdorlik bo'lib qoladi. Ariza muddati o'tgan bo'lsa, ayrim to'lovlar keyinga surilishi mumkin. Birinchi masala cashback. Ko'pchilik cashbackni oddiy bonus deb o'ylaydi. Kartadan to'ladim, demak avtomatik pul qaytadi. Lekin amalda har doim ham shunday emas. Cashback qaysi dastur orqali berilayotganiga, qaysi karta bilan to'langaniga, chek to'g'ri rasmiylashtirilganiga, tovar yoki xizmat turi cashbackka tushmasligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun 30 avgustgacha men sizga birinchi navbatda barcha xaridlaringizni tekshirib chiqishni maslahat beraman. Masalan, siz avgust oyida 2 million so'mlik oziq-ovqat xarid qildingiz. Agar cashback 1% bo'lsa, bu 20 ming so'm degani. Bir qarashda katta pul emasdek tuyuladi. Lekin bir oyda 20 ming, yiliga 240 ming so'm. Agar oilada 2-3 kishi faol xarid qilsa, bu summa 500 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Ya'ni ayrim aksiyalarda 3%, 5% yoki ma'lum toifadagi xaridlarga ko'proq cashback berilishi mumkin. Demak, bu pulni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Oddiy misol, Dilshod aka supermarketdan 7 ming so'mlik xarid qildi. Kartadan to'ladi, lekin chekni olmadi. Keyin cashback tushmaganini ko'rib bankka murojaat qildi. Bank esa operatsiya o'tganini, lekin do'konning terminal turi yoki toifa kodi cashback shartlariga mos kelmaganini aytdi. Yoki boshqa holat, Malika opa dorixonadan to'g'ri oldi, lekin ayrim cashback dasturlarida to'g'ri. Kommunal, soliq, kredit to'lovi kabi operatsiyalar cashbackka kirmaydi. U men kartadan to'ladim-ku deydi, ammo shartlarda istisno yozilgan bo'ladi. Shuning uchun cashback bo'yicha siz quyidagilarni tekshirishingiz kerak. Birinchidan, qaysi karta yoki ilova orqali cashback olishingizni aniqlang. Ikkinchidan, cashback tushadigan operatsiyalar ro'yxatini ko'ring. Uchinchidan, avgust oyidagi yirik xaridlar bo'yicha cheklaringizni saqlang. To'rtinchidan, agar cashback maxsus ilovaga chek kiritish orqali berilsa, chekning QR kodi to'g'ri o'qilganini tekshiring. Beshinchidan, pul tushish sanasini biling. Ba'zi tizimlarda cashback darhol tushadi, ba'zilarida oy yakunidan keyin, ba'zilarida esa bir necha ish kuni ichida. Kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo, katta xarid qilganlar, texnika, mebel, qurilish mollari, maktab bozori, kiyim-kechak, oziq-ovqatni ko'p miqdorda olgan oilalar. Ikkinchi guruh pensiya yoki nafaqani karta orqali olib,
shu kartadan xarid qiladiganlar. Ular ko'pincha cashback shartlarini o'qimaydi, lekin har oy sezilarli pul sarflaydi. Uchinchi guruh kichik tadbirkorlar va o'zi band qilganlar. Ular shaxsiy xarajat va ish xarajatini aralashtirib yuborishi mumkin. Keyin cashback yoki hisob-kitob bo'yicha chalkashlik paydo bo'ladi. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz cashback dasturida umuman ishtirok etmasangiz, faqat naqd to'lasangiz yoki xaridlaringiz juda kam bo'lsa, albatta siz uchun xavf kamroq. Lekin baribir men hech bo'lmasa bank ilovasidagi operatsiyalar tarixini bir marta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zan siz bilmagan holda xizmat haqi, obuna to'lovi, noto'g'ri yechilgan summa yoki qaytarilmagan to'lov chiqib qoladi. Ikkinchi masala pensiya va nafaqalar. Bu juda nozik mavzu, chunki bu pul ko'p oilalarda asosiy daromad manbai hisoblanadi. Pensiya oluvchi insonlar nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oluvchilar har oy mablag'ning vaqtida tushishini kutadi. Agar biror hujjat, karta, yashash manzili, bank rekviziti yoki ma'lumotlar bazasida xatolik bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Avvallari pensionerlar asosan pochta orqali yoki bank kassasidan pul olardi. Hozir esa kartaga tushirish, elektron identifikatsiya, plastik karta muddati, bankdagi hisob holati muhim bo'lib qolgan. Masalan, karta muddati avgust oyida tugagan bo'lsa, pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin odam kartadan foydalana olmaydi. Yoki pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan, lekin manzil ma'lumotlarini yangilamagan bo'lsa, ayrim tekshiruvlarda savol tug'ilishi mumkin. Hayotiy misol, Saodat aya pensiyasini doimiy ravishda bank kartasiga oladi. Avgust oxirida nevarasi kartani tekshirib ko'rsa, karta muddati tugashiga bir necha kun qolgan. Agar ular buni 30 avgustgacha ko'rib, bankka murojaat qilsa, yangi kartani oldindan tayyorlab qo'yadi. Agar e'tibor bermasa, keyingi oy pensiya tushgan taqdirda ham pulni yechish yoki sarflashda muammo bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Rustam aka nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Uning hujjatlarida tibbiy komissiya muddati qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. U hali vaqt bor deb yuradi. Lekin qayta ko'rik yoki tegishli ma'lumotlar vaqtida yangilanmasa, nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun yana hujjat to'plash, ariza berish, kutish kerak bo'ladi. Shuning uchun 30 avgustgacha har bir nafaqa oluvchi o'z hujjat muddati, karta holati, telefon raqami va bank hisobini tekshirish kerak. Pensiya bo'yicha eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar men oldin ham olardim, demak doim avtomatik tushaveradi deb o'ylaydi. Aslida ko'p to'lovlar avtomatlashtirilgan. Lekin avtomat tizim ham ma'lumotga tayanadi. Ma'lumot eskirgan bo'lsa, xato chiqishi mumkin. Familiya o'zgargan, pasport yangilangan, JSH noto'g'ri kiritilgan, karta yopilgan, bank almashtirilgan yoki inson boshqa manzilga ko'chgan bo'lsa, bularning hammasi ta'sir qiladi. Kim albatta tekshirish kerak? Pensiya yoki nafaqani birinchi marta rasmiylashtirayotganlar, yaqinda pasportini almashtirganlar, bank kartasi muddati tugayotganlar, boshqa tumanga ko'chganlar, yaqinda oilaviy holati o'zgarganlar, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashganlar. Shuningdek, pensionerning o'zi bank ilovasidan foydalana olmasa, farzandlari yoki yaqinlari yordam berishi kerak. Lekin bu yerda juda muhim ogohlantiraman. Karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi parolini hech kimga, hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odamga ham aytmang. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Uchinchi masala kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, issiqlik chiqindi, ko'p qavatli uy bo'lsa shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovi. Odamlar kommunal to'lovni eng ko'p oxirgi kunga qoldiradi. Natijada qarzdorlik to'planadi, penya yoki ogohlantirish chiqadi. Ayrim hollarda xizmat cheklanishi mumkin. Men har doim aytaman. Kommunal to'lovda eng xavfli narsa katta qarz emas, kichik qarzning sezilmay ko'payib ketishidir. Masalan, sizda elektrdan 38 ming so'm, gazdan 52 ming so'm, suvdan 24 ming so'm, chiqindidan 15 ming so'm qarz bor. Har biri alohida qaraganda kichikdek. Lekin jami 29 ming so'm bo'ladi. Bir oy o'tsa yana qo'shiladi. 2-3 oyda 400-500 ming so'mga yetadi. Keyin odam qayerdan chiqdi bu qarz deydi. Aslida esa har oy tekshirmagandan chiqadi. 30 avgustgacha nima qilish kerak? Birinchi navbatda hisob raqamlaringizni tekshiring. Ko'pchilik bank ilovasida eski hisob raqamini saqlab qo'ygan bo'ladi. Uy sotib olingan, abonent nomi o'zgargan. Hisob raqam yangilangan yoki tashkilot tizimi yangilangan bo'lishi mumkin. Siz eski raqamga to'lasangiz pul bo'ladi, lekin sizning qarzingiz yopilmasligi mumkin.
keyin pulni qaytarish yoki o'tkazish uchun ariza yozish kerak bo'ladi. Hayotiy misol. Jamshid aka yangi kvartiraga ko'chdi. Bank ilovasida avvalgi uyining elektr hisob raqami saqlanib qolgan. U 3 oy davomida o'zi bilmagan holda eski hisob raqamiga pul o'tkazgan. Yangi uyda esa qarzdorlik yig'ilgan. Tashkilot ogohlantirgandan keyin bilib qolgan. Endi unga to'lov kvitansiyalari, shaxsiy hujjatlar, ariza bilan murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu muammoning oldini olish uchun har bir to'lovdan oldin abonent nomi, manzil va hisob raqamini solishtirish shart. Yana bir nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichlari. Agar sizda gaz, suv yoki elektr hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkichni vaqtida topshirmasangiz, tizim o'rtacha hisoblab qo'yishi yoki keyingi oyda katta farq chiqishi mumkin. Masalan, siz yozda uyda kam bo'ldingiz, real sarf 6 kilovat bo'ldi. Lekin o'rtacha hisob 1 kilovat chiqdi. Keyin siz buni tuzatishingiz mumkin, lekin vaqt ketadi. Shu sababli o'ttim avgustgacha hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga olib, bank ilovasi yoki tegishli xizmat orqali kiritishni tavsiya qilaman. Suratni telefoningizda saqlab qo'ying, chunki nizoli holatda dalil bo'ladi. Kommunal bo'yicha kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, yozda dala hovliga ketib, shahardagi uyda kam yashaganlar. Ular hisoblagich ko'rsatkichini tekshirmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ijarada yashovchilar, ijarachi ketgan, lekin qarz qoldirgan bo'lishi mumkin. Uy egasi to'lagan bo'lsa kerak deb yuradi. Keyin katta qarz chiqadi. Uchinchidan, yangi uy sotib olganlar. Uy oldi sotdisida kommunal qarzdorlikni alohida tekshirish kerak. To'rtinchidan, pensionerlar va kam ta'minlangan oilalar. Ular ayrim imtiyoz yoki kompensatsiyalarga ega bo'lishi mumkin. Lekin hujjat yangilanmagan bo'lsa, imtiyoz ko'rinmasligi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi, tuzoq, to'lov qildim. Demak hammasi yopildi degan fikr. Yo'q, to'lov qilingandan keyin uning aynan sizning hisobingizga tushganini tekshirish kerak. Bank ilovasida muvaffaqiyatli degan yozuv chiqishi bu pul xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasida darhol aks etdi degani emas. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi, ba'zan hisob raqam xato bo'ladi, ba'zan tizim kechasi yangilanadi. Shuning uchun katta to'lov qilsangiz, kvitansiyani saqlang va milligi kundan keyin qarzdorlik kamayganini tekshiring. Ikkinchi tuzoq, qarindoshlar kartasidan to'lash. Masalan, farzand onasining kommunalini o'z kartasidan to'laydi. Bu mumkin, lekin hisob raqam to'g'ri bo'lishi shart. Cashback bo'yicha esa ayrim dasturlarda boshqa odam nomidagi karta, boshqa telefon raqami yoki boshqa profil sababli hisoblashda farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimning nomidan qaysi to'lov qilinayotganini aralashtirmang. Uchinchi tuzoq, firibgarlar. Oy oxirida kommunal qarzingiz bor, pensiyangiz blok bo'ladi. Cashbackingizni olish uchun kod ayting. 30 avgustgacha ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz kuyadi degan qo'ng'iroqlar va xabarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman, SMS kod, bank karta raqami, to'liq ma'lumotlari, amal qilish muddati, CVV kodi, ilova paroli hech kimga berilmaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy ilova, rasmiy sayt yoki tashkilotning o'z bo'limidan tekshiring. Telegramdagi noma'lum havolani bosmang. 4-nuans, imtiyozlar avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolarga kommunal bo'yicha yengillik, ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin, lekin oilaviy holat, daromad, ro'yxatdagi manzil, hujjat muddati tekshiriladi. Men huquqim bor deyishning o'zi yetmaydi. Tizimda ma'lumot to'g'ri turishi kerak. Agar siz imtiyozga haqli bo'lsangiz, lekin hisobingizda u aks etmayotgan bo'lsa, 4 avgustgacha mas'ul tashkilotga murojaat qilib, sababini aniqlang. 5-nuans, kichik komissiyalar. Bank ilovasi orqali kommunal to'lov qilganda ba'zi xizmatlarda komissiya bo'lishi, ba'zilarida bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz 1000 so'm to'layapman deb o'ylaysiz, lekin hisobga 9 ming so'm tushadi yoki aksincha, kartadan 1 ming so'm yechiladi. Bu katta farq emas, ammo ko'p to'lovda seziladi. Cashbackni hisoblayotganda ham komissiya, qaytarilgan tovar, bekor qilingan operatsiya hisobdan chiqarilishi mumkin. Endi aniq harakat rejasini beraman. Bugun yoki eng kech 30 avgustgacha birinchi ish, telefoningizdagi bank ilovasini oching va avgust oyidagi barcha operatsiyalarni ko'rib chiqing. Katta xaridlar, qaytarilgan to'lovlar, cashback tushgan, tushmagani solishtiring. Agar cashback bo'yicha savol bo'lsa, operatsiya sanasi, summa, do'kon nomi va chekni tayyorlab, bank yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ikkinchi ish, pensiya yoki nafaqa oluvchi oila a'zolaringizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma, ulangan raqam,
bank ilovasiga kirish imkoniyati, pasport ma'lumotlari va manzil holatini ko'ring. Agar karta muddati yaqin bo'lsa, bankka boring. Agar pensiya yoki nafaqa bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, she'r ma'lumoti, bank karta rekvizitlari kerak bo'lsa, tibbiy yoki ijtimoiy hujjatlarni oling. 3-ish kommunal hisoblarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va uy-joy boshqaruv to'lovlarini alohida ko'ring. Har biri bo'yicha abonent raqami, manzil, qarzdorlik va oxirgi to'lov sanasini yozib chiqing. Men oddiy jadval qilishni tavsiya qilaman. Xizmat nomi, abonent raqami, oxirgi ko'rsatkich, qarz yoki ortiqcha to'lov sanasi. Bu jadvalni qog'ozga yozsangiz ham bo'ladi, telefonda saqlasangiz ham bo'ladi. 4-ish hisoblagichlarni suratga oling. Elektr, gaz va suv hisoblagichlardagi raqamlar aniq ko'rinsin. Suratga sana ham tushsa yaxshi. Keyin ko'rsatkichlarni tegishli ilova yoki tashkilot orqali kiriting. Agar ko'rsatkich kiritish imkoni bo'lmasa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga qo'ng'iroq qilib, qanday tartibda topshirilishini so'rang. 5-ish qarzdorlik bo'lsa, uni bo'lib yopish rejasini tuzing. Masalan, jami kommunal qarzingiz 600 ming so'm bo'lsa, hammasini birdan to'lash qiyin. Lekin 30 avgustgacha hech bo'lmasa, eng xavfli xizmatlar bo'yicha bir qismini to'lab qo'ying. Elektr va gaz bo'yicha uzilish xavfi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Keyin qolganini oylik yoki pensiya tushgan kuni bo'lib to'laysiz. Muhimi, qarzni nazoratsiz qoldirmang. 6-ish hujjatlarni bir joyga jamlang. Pensiya va nafaqa uchun pasport yoki ID karta, bank rekvizitlari, tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, oilaviy tarkib bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Kommunal bo'yicha uy hujjati, abonent raqamlari, oldingi kvitansiyalar, hisoblagich suratlari kerak bo'ladi. Cashback bo'yicha chek, bank operatsiyasi skrinshoti, aksiya shartlari kerak bo'ladi. Hujjat tayyor bo'lsa, muammo tezroq hal bo'ladi. 7-ish, har qanday murojaatni yozma yoki raqamli iz bilan qiling. Telefon orqali gaplashsangiz, kim bilan gaplashganingizni, sanani aytilgan javobni yozib qo'ying. Ilova orqali murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Tashkilotga borsangiz, arizangizdan nusxa yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Keyin murojaat qilmagan ekansiz degan gap bo'lmasin. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, 30 avgustni oddiy sana deb qaramang. Bu sana siz uchun moliyaviy tartibni tekshirib olish, cashbackni yo'qotmaslik, pensiya va nafaqa bo'yicha kechikishlarning oldini olish, kommunal qarzdorlikni nazoratga olish uchun oxirgi signal bo'lishi mumkin. Men sizga vahima qilishni emas, tartib bilan tekshirishni maslahat beryapman. Agar siz bugun bank ilovasini ochib operatsiyalarni ko'rsangiz, cashback va xaridlarni solishtirsangiz, pensioner ota-onangizning kartasini tekshirsangiz, kommunal hisoblagichlarni suratga olib qarzdorlikni aniqlasangiz, ertaga ko'p muammolarning oldini olasiz. Eng yomon holat odamning puli bor, huquqi bor, imtiyozi bor, lekin beparvolik sababli undan foydalana olmay qolishidir. Kommentariyada yozing. Sizda cashback tushmay qolgan. Pensiya kechgan yoki kommunal to'lovda xatolik chiqqan holat bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi borlar, ijarada yashayotganlar, yangi uy olganlar va kommunal qarzini bilmay yurganlar bu ma'lumotni albatta ko'rishi kerak.